Mana Farg'ona shahar Al-Xorazmiy 11-dom yon tomonlari mana iloji yo'qligidan ariqqa shipirdik endi ertalab tozalash uchun. Lekin hozirgi holati mana shunaqa. Mana polya mana o'sha mahalliy yo'llar mana hech qurum bo'lishiga qaramasdan turibmiz mana. Mana tozalayapmiz o'zimiz. Al-Xorazmiy mahalla fuqarolar yig'ini Al-Xorazmiy 11-uy oldi tomonlari. Shu azonlar mana bizga yozuvchi salqin berib turganligi uchun biz ularni mana tozalaymiz. Kuzda, qishda endi shu mavzu borda mana bitta. Biz shipirib manatga tashlayapmiz. Shunaqa to'plab mana buyoqqa to'playapmiz. Bunga sabab nima? Biz ayollarimiz musulkaga olib borsa, bu yerdagi qabul qilmayapti. Jarimaga tortishni aytyapti. Shuning uchun biz endi iloji yo'qligidan shunaqa joylarga to'plashga majbur bo'lyapmiz. Mana batta. Umumiy mulkdan foydalanish to'g'risidagi qonunlarni ko'pchilik fuqarolarimiz bilmaydi. Bilmaganligi uchun mana mahalladagi xodimlar, mahalla raislari kunora kerak bo'lsa kundiga mana tozalayapman, menga kerakmi? Hamma o'zi tozalasin degan o'sha o'zlari tomonidan yurgiziladigan profillarda gapirib keladi. Bir qismdan to'g'ri. Bu mahallani raisini qiladigan ishi emas. Bu fuqarolar umumiy foydalanish mulkida istiqomat qilayotganda, ya'ni ko'p qavatli uylarda yashayotgandan keyin ularda o'ziga yarasha majburiyatlari bor. Oldin jeklar bo'lgan paytda ular mana shu eshiklarga belgilangan tartiblarni yozib qo'ygan. Ya'ni uy sohiblari shu eshikdan kirayotganda bu belgilarni o'qigan va shunga amal qilgan. Va yangi uy xarid qilib olayotganlar ham shu qonunlarga bo'ysungan. Endi biz nimani yo'qotdik? O'sha jeklar yo'qolib, shirkatlar bo'ldi. Shirkatlardan keyin mana kompaniyalar bo'lsalar o'sha aholini umumiy foydalanish mulklarini himoya qilyapti. To'liq egalarini saqlash uchun. Lekin bitta joyda oqsash bor, ya'ni o'sha mulk egalari to'liq ularning majburiyatlari va hozirgi kunda o'sha kompaniyalarning majburiyatlarini to'liq tanishib chiqmagan. Shuning uchun Al-Xorazmiy 11-domni biz o'sha BSK boshlig'iga ogohlantirish berib, biz o'zini o'zi boshqarish qilish taklifini berganmiz. Bir bo'lsa bu taklifimiz qarshi bo'lmagandi, hozir ham qarshi emas. Lekin umumiy foydalanish uylardagi o'sha tizimli muammo, ya'ni o'sha shipirish masalalari muammo bo'layotganligi va bu tarmoqlarga o'zini mahalla platformalaridan aylanayotganligi bu umumiy foydalanish mulklardan to'g'ri foydalanishni bilmagan fuqarolarda yashayotganligi oqibatidan mana ko'p nizolar kelib chiqyapti. Mana biz Al-Xorazmiy 11-domda 88 tami 87 tami xonadon bor. Ya'ni hamma oila bo'lib yashaydi. Biz mahalla raisiga ma'lumot ham berganmiz. Bu yerdagi ko'p qavatli uylardagi ijarachilar haqida. Ijarachilarni ijara beruvchi, ya'ni mulkdor bu xohlagan odamiga mulk sifatida berish, yo'qsa undan foydalanish huquqiga ega, lekin amaldagi qonunchilik va umumiy foydalanish yer maydonlaridan yoki umumiy foydalanish uylardan foydalanishdagi tartib-qoidalar, ya'ni shu yerdagi ozodalik tartibi, shu yerdagi kirish-chiqish joylarini tozalash, yoki o'sha o'zlariga belgilangan hududlarni artish, yuvish, hech bo'lmaganda bir oyda bir marta xlor bilan podezlarni yuvish degan majburiyatlarni aytmaydi. Faqatgina ijara pulini olsa bo'ldi. Shu nuqtai nazardan biz mahalla raisiga o'sha Maftun opaga berganmiz ro'yxatini, lekin haligacha o'sha ro'yxat bo'yicha aynan qaysi huquq muhofaza qiluvchi organlarga berganligi haqida to'liq ma'lumotlar yo'q. Va hali ham bizning 11-domda o'sha
kim yashayotganligi haqida to'liq ma'lumotlarga ega emasmiz. O'zbekiston Respublikasining prezidenti to'g'ri aytib o'tishdi. Kim hatto ro'yxatdan o'tishgan bo'lishiga qaramasdan yashash huquqiga ega deydi. Bu qonunchilikka ham kiritildi. Lekin biz aynan hozirgi kunda kim bilan qo'shni bo'lib yashashayotganimizni va nima uchun bu ozodalikka ular rioya qilmasligi, faqatgina o'sha ijarachi ijara haqini to'lab kirib chiqib bemalol yashayotganligi, hatto eski yashayotgan fuqarolarni go'yoki shu yerda tozalashga majbur degan narsa miyasida shakllanganligi biz eski yashayotganlarni qiynayapti. Shu nuqtai nazardan oxirgi ogohlantirishimizda aytib qolamiz. Farg'ona shahar Al-Xorazmiy mahalla fuqarolar yig'ini raisiga va o'sha yerdagi faoliyat olib borayotgan 7likka bizni Al-Xorazmiy domni to'liq soliq bilan birgalikda kimlar bu yerda yashayotganligini ichki ishlar birgalikda bizga aniqlab beringlar va ularni umumiy foydalanish mulklaridan to'g'ri foydalanishligini tartibini mahalla raisi kelib tushuntirib bersin. Chunki mahalla raisini bu funksional vazifasiga kiradi. Bu yerda yashayotgan aholini turmush sharoitini to'g'ri qildirish, ashtur qonunlarni bilmasa uni o'sha mutaxassislarni chaqirgan holda o'sha qonuniy yashashi uchun sharoit yaratib berishligini bu kishi ta'minlab berishligi uchun ularni oqsoqol qilib saylangan. Ikkinchi masala, Al-Xorazmiy mahalla fuqarolar yig'inini oqsoqollari kim? Bu bo'yicha bizda axborotnomalar yo'q. Ya'ni o'sha yerda o'zi har bitta domda yo bo'lmasa o'sha Kanechkada, ya'ni o'sha markazda turish kerak bu oqsoqollar rasmlari, to'liq biografiyasi. Uchinchi masala, biz saylovlarda ishtirok etganmiz va saylovlarda deputat saylaganmiz. Deputat saylagan bo'lsak, o'sha saylovdan keyin kelib bu hech kim bilan hech nimani muhokama qilmaydi yo bo'lmasa bu amaldagi qonunchilik bo'yicha ular murojaatlarni o'rganish zimmasida majburiyatlari bor va u qonunchilikda ham hech qanaqa ularga to'siq qo'yilmagan. Ular bemalol fuqarolar murojaatini o'rganishga haqli. Qachon kelib Al-Xorazmiy hududidagi fuqarolar bilan deputat gaplashadi va ularni qiynab kelayotgan masalalar qachon o'rganadi. Biz hozirgi kunda BSKga ham, shirkatga ham qo'shilmaganmiz. Biz o'zini o'zi boshqarishni tanlaganmiz. Biz aytganmizki, shu yig'ilish qilaylik. Yig'ilishda hokimiyat vakillari kelib ishtirok etsin. Fuqarolarning fikrlari o'rganilsin. Bizga o'xshagan fuqarolar pul to'lashdan charchadik deb bir necha marta aytdik. Lekin shuni ham tashkillab berishgani yo'q. Shuning uchun hozir buni tarmoqqa qo'yamiz. O'zbekiston Respublikasining qonunchiligidan chetga chiqmagan holda har bitta fuqaro murojaat qilish huquqiga ega. Men shaxsan Al-Xorazmiy fuqarolar yig'ini hududida yashovchi Al-Xorazmiy 11-dom fuqarosi Farg'ona shahar hokimini va Farg'ona shahar prokurorini biz hududga taklif qilamiz. Ichki ishlar rahbarini ham bizni hozirgi kunda prezident olib borayotgan siyosati bo'yicha belgilagan tartiblari bor. Ya'ni o'sha o'zini o'zi boshqarish servislarining majburiyatlari bor va bu servisga shartnoma asosida ular bilan bitim tuzgan fuqarolarning ham o'zini majburiyatlari bor. Xullas majburiyatlari bor. Shu majburiyatlarni to'liq bajaryaptimi yo bo'lmasa bajarmayaptimi, buni monitoring qilishini talab qolaman. Chunki biz fuqarolar O'zbekiston Respublikasida chiqqan qonunlarga bo'ysungan holda yashayapmiz va kerak bo'lsa bizga o'xshagan fuqarolar, aynan men demayman, lekin men shirkatga bundan oldin to'laganman, lekin BSKga to'laganim yo'q. Chunki men qonunga zid ravishda yurmoqchi emasman, lekin aynan qonunchilikda belgilangan tartib tamoyillariga o'zi aslida ular bo'ysunadimi? Yo bo'lmasa shu tartib bo'yicha ular faoliyat olib boryaptimi hozirgi kunda? degan savollarimiz bor. Bunga qonunni nazorat qiluvchi organ prokuratura bo'lgan uchun shahar prokurorini
shu hududga taklif qilib olamiz. Farg'ona shahar hokimi bilan birgalikda bizni hududimizda faoliyat olib borayotgan kompaniyani faoliyatini o'rganib chiqishligini va yil davomida qancha tushum bo'lgani, u tushumlar qayerga sarflangani va u tushumlardan kimga manfaat bor, xalqqa qanday manfaat bor, o'sha manfaatini va ularda aylanma mablag'i qancha, bu qonun bilan aynan belgilab qo'yilgan qancha mablag' bo'lishi kerak, ular nima xizmat ko'rsatib qo'yishligi prezident aytib o'tgan va sanab o'tgan. Lekin hozirgi kunda Farg'ona shahar Al-Xorazmiy hududidagi faoliyat olib borayotgan BSK kompaniyani shunaqa mablag'lari bormi? O'zi aslida ular nechta ishchisi bor va u kimga xizmat ko'rsatadi? Shuning uchun biz kompaniya boshlig'i bilan yaxshi kelishib oldik. O'ylaymanki, bizni domni tinch qo'yishini so'radi. Agar tinch qo'ymaydigan bo'lsa, o'sha eski betda faoliyat olib borgan shirkatning ham faoliyatini ko'tarish, batlarga kredit olgan, u qo'ygan, bu kelgan degan gap so'zlar kelyapti. Kredit olgan bo'lsa, u qayerga sarflaganligi bo'yicha to'liq monitoring qilish huquqiga, majburiyati yuklashga bizni fuqaro sifatida haqqimiz bor. Kerakli tashkilotlardan bizga bizni tepamizdan olingan pullarni aniq ko'rsatib berish kerak. Xod 10 yil bo'ladimi, 15 yil bo'ladimi? Bizni qarzdor qilyaptimi? Qarzdor qilayotgan odam uni bizga ko'rsatib berish kerak. Nimadan biz qarzimiz bor? Nima faoliyat olib? Odam yesa, ichsa, yegan mahsulot uchun pul to'laydi. Nima uchun? Uni yegan u mahsulotni. U mahsulotdan foydalangan. Lekin biz hozirgi kunda Al-Xorazmiy mahalla fuqarolar yig'inida 11-domdagi fuqarolar nima uchun qarzdorliklar vujudga kelgan? Biz nima ish qilganimiz uchun? Ikkita temir eshigimiz bor. Vaholanki bitta 6 ta podez bor. O'sha kirish yo'laklarini ta'minlashgan biz. Ba'zi bir joylar ta'minlashdan bosh tortganmiz, chunki bizga unaqa kerak emas. Bizga o'sha qonunchilik bo'yicha mablag'ini ko'rsatib, ish rejasini ko'rsatgan firma bizga kerak degan uchun biz bu domda ba'zi bir fuqarolar ularga xayrixoh bo'lgan. Biz hali ham ularga qarshi emasmiz. Xayrixohlar pul to'laversin, lekin xayrixoh bo'lmaganlar ham juda ko'p. Shular uchun biz buni tahliliy monitoring qilishini so'rab qolamiz. Agar bu murojaatimiz tarmoq orqali ularga murojaatimiz kerakli tashkilotlarga yetib bormaydigan bo'lsa, biz rasmiy saytlar orqali ham murojaat qilish huquqiga egamiz va o'zim shaxsan murojaat qilaman. O'ylaymanki, bu yerda yashayotgan fuqarolar bu murojaatimni qo'llab-quvvatlaydi. Chunki bu eng og'riqli nuqta. Biz gazga to'lasak, svetga to'lasak, suvga to'lasak, soliq to'lasak, endi kompaniyaga ham to'lasak, biz nima dunyoga faqat ishlab shu to'lash uchun kelganimiz yo'q-ku. Bu narsani tushunaylik-da. Bizga gazga pul to'layotgan bo'lsak, gazimizni yetkazib bergani uchun, suvga to'layotgan bo'lsak, suvimizni yetkazib bergani uchun, svetga yetkazib, svetga to'layotgan bo'lsak, soliq majburiyatlarimizni to'layotgan bo'lsak, bizga nima uchun qilinmagan ish uchun biz pul to'lashimiz kerak? Nima uchun biz ular bilan biz tomonidan tuzilmagan shartnoma uchun haq to'lashimiz kerak? Biz tomonidan tuzilmagan shartnoma uchun biz sudga yugurishimiz kerak. Biz va bizga o'xshagan fuqarolar. Odam qilib qo'ysa, qilgan ishini so'rasa, haqqi bor. Biz unga qo'shilamiz. Lekin shu muqaddam ishlagan o'sha yerdagi shirkat faoliyatini ham o'rganib chiqishligi, undan keyingi mana kompaniya tomonidan qilinayotgan ishlarni ham o'rganib chiqishini talab qilib qolamiz. Hammaga xayrli kelishib qolamiz. Mana mahalla raisi bo'lsa, shunga o'xshagan bir qancha mas'ul idoralar xodimlari gapirmasa ham fuqarolar bor tozalaydigan. Lekin tozalamaganlarni orqasidan ha deb chiqib olib gapiraversa, u неприятный narsa. Shuning uchun biz yashayotgan odamlarimizni mana shu yerdagi mulkdorlarni aynan kimlarga ijaraga uy berayotganligini to'liq monitoring qilib, bu bo'yicha kerakli tashkilotlarga beradigan umidamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.